sevganingizni sochini mehr bilan silaysiz. To'g'rimi? Sochidan silaysiz, iforini hidlaysiz. Sevgilingizni sochi siz uchun sevgi simvoli. To'g'rimi? Lekin o'sha soch ovqatingizni ichidan chiqsa-chi, sevgilingiz sizga manti qilib berdi. Mantini bitta tishladingiz, ichidan shunday soch chiqdi. Endi nima bo'ladi? U soch chirkin bo'ladi. Chunki o'rnida emas-da, joyida emas. Ovqat yeyotgan paytingizda ovqatni ichidagi masalliqlarni ishtaha bilan yeysiz, maza qilasiz. Lekin o'sha sizni kiyimingizga to'kilsa, uni chirkin deb hisoblaysiz. Va uni darrov kirmoshlarga solarsiz, yuvish kerak, yo'qotish kerak deysiz. Nimaga o'rnida emas? Shuning uchun do'stlarim, o'rningizda bo'lmagan joydan tezda keting. Sizga chirkin muomalasini qiladilar. O'rningizda bo'lmasangiz, joyingizda bo'lmasangiz sizga chirkin muomalasini qiladilar. Axlat deb muomala qiladilar. Siz o'zi axlat emassiz. Siz sevgiga loyiqsiz. Siz hurmatga loyiq insonsiz. Siz Alloh subhanahu va taoloning mumtoz bandasisiz aslida. Sizni qadringizga yetmagan, sizni, ya'ni o'rningizda qadrlamagan odamdan qadr talab qilmang. Falsafada shu narsa bor. O'rnida bo'lmagan narsa chirkin hisoblanadi. O'zingizni chirkin ahvolga solmang.